Xudo xolasa ko'ynash jarayonini yakunlab oldik. 3 talikka ko'ylab tayyor qilib oldik. Balonlarimizni tushirib bitirib beramiz. Xudo xolasa kalonlarimizni ham tushirib tayyor qilib oldik. Chokinani to'g'irlashga boshlaganmiz. Orqani yopsak, xudo xolasa bitadi. Yog'ni qo'ying. Xudo xolasa ishimizni ham yakunlab oldik. Soat 7 da boshlagandik. 9 bo'lmasdan bitta xudo xolasa ishlarimiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Amaki, ishlarimiz ma'qulmi? Eshitib ko'rib turganlar bo'lsa ma'qul qoldim bu bilan xizmatiga. Abetgacha olib bormadim. Nechida 7 da boshlagandik-a, amaki, mana 9 bo'lgan yo'q. O'yladim, ammo abetga bormadim. Qo'ying. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.